Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Dehqonlar, dehqonchilik ishqibozlari. Chesnovlarimiz sotilyapti. Kimga urug'lik chesnovlar kerak bo'lsa, olib qolinglar. Xo'p. Hozir video olyapti, hisob aytamiz hozir. Surxondaryoga 2 tonna 730 kilo sotdik. Tortib labo yuklab katta mashina kelib qoladi. Kichkina sizlar sig'oradi joyimizga. Katta sizlar sig'masdi. Ichkaridan tortib yuklab olib chiqib, hop, yuklayapmiz. 75 qaytdik Shopir aka. Surxondaryomi? Shopir akam mana olib ketyapti. Qaysi tumanga edi u? Omon aka, Olimjon akaning nimasi? Sherobod tumaniga. Xudo xolasa Sherobodga 2 tonna 730 kilo dehqonlarimizga urug'lik uchun chesnovlar ketdi. Kimga zarur bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Telefonlarimiz 97 214 57 57. Chesnovning narxi 10 ming so'm. Urug'likka yetishtirilgan chesnov, xudo xolasa. Aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shopir aka, dehqonlarga 2 og'iz gapirib qo'ying, yuklang bo'lsa aytaveringlar, mana shunaqa yuklar vodiydan, ha? Xudo xolasa. Olib borib beraverasiz, xudo xolasa. Urug'larimiz xudo xolasa bexijolat. O'tgan yili ham olgan edi bu Omonullo aka, Omonxo'ja aka o'tgan yili ham olgan edi. Hali o'zi bilan ko'rishmaganmiz. Gaplashib, telefon orqali gaplashib nima qilamiz? Mana bu yil ham yana o'zimiz qilib beryapmiz, urug'lar olib ketishyapti. Bemalol orqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar. Mana salomat bo'linglar.